Assalomu alaykum, hurmatli Nuriddin kanali obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Haftani juma kuni 9-may hammangizga juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Hurmatli obunachilar, Zanget tumani Nazarbeydamiz. Xudo xolisi Sherdor Optimchi Muhammad Qassob akamizning fermalari kelganmiz. Mana bu yerda qurbonlugiga yetilgan jonivorning qo'chqonlari. 35 kilodan hurmatli obunachilar 70 kilogacha bo'lgan qo'chqonlarimiz bor bu yerda. Bu ko'rish aholisi pastda nomer qoldirib o'tib ketaman, bemalol telefon qilib olib borib so'ydirib ham bo'lsanglar bo'ladi. Jonivorlar. Hammasi mana yemni turibdi hozir, yemni. Mana bu yerda bo'lsa ko'rishingiz mumkin jonivorlar. Salqinda mazaqi yotibdi. Hurmatli obunachilar, mana qo'chqonlarni zo'rlari mana ko'rishingiz mumkin. Jonivor. Hozirda hammasi yemlanyapti, faqat yem yeyotgan, plus bedi. Bu yoq qo'rida ham bor. Muhammad aka, assalomu alaykum. Aka, qanaqasiz, siz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchaymazlarmi aka? Ayyomlar muborak bo'lsin. Billa bo'lsin, ukam, barchalarga juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana Xudo xolisa qurbonligiga boqib qo'ygan qo'ylarimiz inshaalloh yetildi. Xudo xolisa yetildi aka. Ko'rasizlar mana behijolat. Mana hurmatli obunachilar, qo'chqonlarni dodda xo'jalardan boqib qo'ydilar akam. Muhammad aka, olib borib so'yib beraveramizmi aka? Olib borib so'yib beramiz, o'zimizdan joyimizda ham so'yib tayyor qilib beraveramiz. Muammo yo'q bunda. Muammo yo'q. Xohlagan paytligi. Faqat qurbonlikda emas, qolgan paytlarda ham so'yib tayyor qilib. Xudoyi, bilasiz, o'zbekimda nima ko'p, to'y hasham ko'p. Yaxshi kunlarda akamga xizmatdalar akamga. Xudo xolisa. Nima xizmatda bo'lsa qilib beraveramiz. Bu yerda mana qo'ylarimiz. Yo'q tomonda o'z mollarimiz bor. Ularni ham o'z ko'rsatamiz. Qarang aka, bularni ko'rsatdik qo'chqonlar, Xudo xolisa. Narxlari nech pulda aka, narxlari? Hop, ukam, qo'ylar har xil. Bu yerda 4 milliondan 7 milliongacha bo'lgan qo'chqonlarimiz bor. Aha. Hop, ichidan tanlashadi, o'sha ko'rib gaplashaveramiz. Ha, tanlab 4 milliondan 7 million so'mgacha. Asli tanlisi narxini aytadi, Xudo xolisa. So'yib berishdan muammo yo'q. Xolasanglar uylarga, xolasanglar qushxonada so'ydirib olib ketaverasizlar. Qani aka, yana shular bilan cheklanmaylik. Sho'ygilarni ko'rsatamiz. Tish bizganlari. Sherdor akam ham shu yerdalar. Ayyo'g'a, shuni Sherdor Optimchi. Assalomu alaykum. Aka, siz qanaqasiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Rahmat, Allohga shukr. Qani? Voy. Mana bularni qaranglar, hurmatli obunachilar. Bular tish bizgani aka? Ha, tish bizgani ham bor, qo'zisi ham bor. Qancha keladi aka, Xudo xolisa? Har xil bo'pti, ukam. Mana eng kiloda eng kattamiz gidayta bir 65 kilo, 70 kilolar atrof keladi. Mana hurmatli ichida bir dona mana shu kattasi bor ekan, o'shanisi o'zi 70 kiloga kelib qoladi deyaptilar ekan. Bu tish bizgan variant. Hurmatli obunachilar, bu yoqda bo'lsa buqalar bor, jonivor yetilgan variantlari. Mana qarang, turuga bitta xamat berib qo'yadi. Ha, jonivor to'qol mana. Hozirda hammasi yemlanyapti. Jonivor mana. Birin-ketin ko'rsatib o'tib ketamiz. Narxni olari mana videoning oxirida. Anaqa qoralardan bor. Ha, jonivor. Mana jonivor, o'sha mollar biqqi. Jonivorlar mana. Qurbonligiga so'raganlarga hurmatli obunachilar. Yetilgan tayyor mana. Yemdek katta bo'ldi, hurmatli obunachilar, yemdi. Pamoy degan narsani jonivor bular ko'rmagan hali. Muhammad aka, mollar sifat ko'rsatmasa. Jonim pastdi nima? Qo'ysangiz zo'rlarini ko'rsataman. U yoqda ham bormi aka? Yo'q, ukam, xafa ko'rsamiz ham. Bularimizni ko'rib bo'ldingmi? Ko'rdik aka, Xudo xolisa. Mana orqa tomonlar, hurmatli obunachilar. Tepada ham bor ekan yana. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, jonivor mana bularni qaranglar. Turjon. Ha, abetdan keyin, abetni olib, dam olib, mana yotgan joyida akamgili. Mana hurmatli obunachilar, bu yoqda ham shu oxiri ketgan mol bilan ko'z tegmasdi mana. Greenford hurmatli obunachilar, yetilganlari mana.
Ay jonivor. Uxdi. Ukajon nima deyapti bular? Pasti yuribsan, ona bilan mollarni. Undan ham katta ekani jonivor aka bu. Ukajonim mollarni. Ko'z tegmasin aka. Boqu zo'r bo'lgan ekan lekin aka. Mana hurmatli obunachilar bu yoqda mana. Bu hammasi mol yotganlar. Oppo mol so'raganlar bo'ladi, oq mol so'rayman. Mana ukajonim oq molim. Bitta turg'izincha aka shuni ko'raylik. Mana ukam oq mol so'rab, oq mol so'yaman deb niyat qilganlik uchun mana bitta oqib qo'yganmiz. Quloqlarni ko'ryapsanmi? Ha, qulog'ingizga o'zi oq. Qani ayoqda ham kattaroqlar bor ekan. Aka shuni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Qaysi biri yo'q bo'ldi? Mana. U pastiga tonnalimidi deyman-da aka ular. Ular ham har xili bor bo'ldi, ukam. Qani mana bularni qarang, voy jonivorlar. Mana bularni yotishini ko'rsam dam olib. Dam olib mana yotibdi. Aka shular bitta turg'izinglar, bitta turg'izib ko'rsataylik. Iloji bo'lsa. Ha, mashinasini qarang. Yotganning o'zida bir dunyo, voy jonivor. Ay joningdan degan joy bo'ldi-ku aka. Mana ukam. Allohim hammaga nasib qilsin shunaqa buqalar boqish. Sherdor akammi akalari mana Muhammad Qassob. Sherdor o'ptimcha ham mana o'zlari shu yerdalar. Muhammad aka mollarni ko'rsatdi aka. Ko'rsatdi. Narxlaricha, narx biroq. Ukam narxlarida bir narsasini aytaman. O'sha kuni kelishsa, molni tepasida gaplashamiz. Bir narsa deb aytib bo'lmayapti. Hozir narx kelishadi. Kelishtirib, chiroyli narx, el xizmatdamiz. Chiroyli narx qilib beramiz. Xudo xolasa aka. Siz ham qo'pam kuymiga qilib chiroyli narx qilib beramiz inshaalloh. Avvalambor Alloh. Kelishsa chiroyli qilib beramiz. Kelishadi, ko'rishadi, tanlashadi, tepasida savdolashaveradi. Tepasida savdolashamiz. Mana hurmatli obunachilar, kelib, tanlab, Xudo xolasa. Mollar sifat. Mana bunisi lekin vahshiy boshqacha ekan mana bunisi. Mana. Bularni so'yib ham beramiz aka? So'yib ham beramiz, ukam gaplashamiz. Kevrishni narx-navoga qarab gaplashamiz. Narx-navo o'ynab, dollar o'ynaganda molni ham qo'ygan narx o'ynayapti. Keluvsin shu kunga qarab gaplashaveramiz. Bo'ldi aka. Mana. Menga saqal maydorog'i kerakdiganlar mana sal maydorolari ham bor ekan. Mana bu yoq tomonda ham. Ay jonivor mana. Kallani o'zi bir dunyo hurmatli obunachilar. Mana buni ko'rding ukajonim. Men o'zim ham mashina olgan. Buningiz boshqacha ekan lekin nakachini bu o'zi ham. Buningiz boshqacha aka, ko'z tegmasa. Belliga qaranglar, belliga tuxum qo'ysa turadi-ya. Mashina bitta narxini aytib qo'yamizmi? Chunki kelaversin. Kelaversin. Bo'ldi. Kelaveringlar aka. Bunchalik kesib qo'ymaylik, qo'ygan kelishsin gaplashamiz. Bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, Xudo xolisa kelaverasizlar, manzilimizga nazar berdi, kelasizlar, bitta molni tanlaysizlar, Xudo xolisa kelishtirib berishadi. 2 kilodan tonnagacha bo'lgan buqalar bor, hurmatli obunachilar, 2 kilodan tonnagacha. Mollarimiz, qo'ylarimiz, Xudo xolisa kelaversanglar, kelishtirib qilib beramiz. Bizda o'ptim narxi. O'ptimi? Ayniqsa Sherdor akamda o'ptim. O'ptim narxi hozir nech pul bo'lsa, o'sha kuni ham nech pul bo'lsa o'sha narxdan hisoblab chiroyli qilib beramiz. Bo'ldi. Xizmatida yuramiz, Xudo xolisa. Xudo xolisa. Duosi bilan yuramiz shunchalik. Mana ko'rishsin mollarni. Ko'z tegmasi mollar sifat aka. Bemalol kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana bunaqa biqqalardan bor, Greenfordda.